Shuncha pullar. Maqsad ekan. Xudoyim. Alqash qilib bersammi-kina qaytarib. Shunchalik pulga zorligimda shunaqa sinovlar bilan sinaysanmi meni, Xudoyim? Iymonimni sotib olishimga ozgina qolyapti-yu, Xudoyim. Men sizga 5 million beraman. Bir kuningizni menga ajrata olasizmi? Arzimagan pul tikasiz katta daromad ko'tarishingiz mumkin. Ey Allohim, sendan qo'rqqanim uchun shu harom ishlarga qo'l urmayapman, Xudoyim. Halolidan ber. Alkash bo'lsa ham, buni haqqini yo'qotib olib beraman. Ye, ukam. Okay. Boshida qoldirgan ekansiz. Omonatingizni olib keldim. Ye. Hali ham shunaqa insonlar bormi? Qo'y. Gap yo'q lekin halol bola ekansan. Mayli, okay. Sog' bo'ling. To'xta. Olib ketib qolsang ham bo'lardi-yu buni, to'g'rimi? Endi birovning haqida yo'q, okay. Mana buni olib qo'y. Okay. Mana buni olib qo'y. Addushga olib ketib qolsang ham bo'lardi. Sen halol bo'la ekansan, menga yoqib qoldi. Mana shuni ol, bu narsangga, rasxotingga ishlatasan. Rahmat aka. Kir choy poy qilamiz. Rahmat aka. Rozi bo'ling. Rahmat ukam. Rahmat. Yo Allohim. Shu rizqimni, halol rizqimni harom qilib olib qo'yishim mumkin edi-ya. O'zingga shukr Allohim. Shuncha sinaganingga yarasha ortig'i bilan berding-a. O'zingga shukr Robbim.